100 kilodan 90 kiloga tushib oldim. Xudo xolasa yana takoy 2 oy 3 oy harakat qilsam 80 kiloga tushib olsam bo'ldi, o'sha muammo yo'q bu yog'iga. Siz o'zingizni qiynashingiz shart emas. Sizni Veneraga jo'natsangiz, masala hal. Bilamizki, Yerda erkin uchish tezlanishi taqriban 9.8 metr taqsim sekund kvadratga teng. Venera sayyorasida esa erkin uchish tezlanishi taqriban 8.87 metr taqsim sekund kvadratga teng. Tezlanishlarni bo'lib yuboradigan bo'lsak, 887 taqsim 9.8 bu taqriban 0.9. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, Venera sayyorasidagi erkin tushish tezlanishi Yerdagi erkin tushish tezlanishining taqriban 90% qismiga teng. Bu nima degani? Agar sizni Yerdagi tarozi 90 kilogramm ko'rsatayotgan bo'lsa, Veneraga borsangiz, bu 10% ga kamayadi va qarabsizki, siz taqriban 81 kiloli odamga aylanasiz. Masala tamom. Bu videoni menga o'xshab adashib boshqa sayyoralarda yurgan o'rtog'inglarga jo'natib yuboringlar.